Sizlar bugun bilet har safar adashib ketaman. Sizlar bilan bugun Kriko. Короче, bugun bolalar tog'ning ichida uy qurganimni ikkinchi qismini olaman bolalar. Bo'lmasam sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Tezda kecha qo'ydim, kecha o'zi tezda 4 ta like bersizlar. Bu qismga 8 ta like so'rayman. 8 ta likedan keyin keyingi qismda olaman. Bo'lmasa men kuzatishda davom etinglar. Men bugungi videomni boshlayman. Ana, menga quryapti deysizlar bo'lsa. Hozir aka bizga kerak, divan qilishimiz kerak. Bizga divan juda ham kerak. Xo'sh. Endi bekka kirib bizda jung bormi? Ha. Bizda jung bor. Bu biz omadimiz bolalar. Hop. 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 Ketdi. To'xtanglar, lekin oldin mana ne qilamiz? Mana olamiz. Sabzi bilan mana ne olamiz. Ne bo'ldi? Shulardan ekamiz. Xo'sh. Hammalaringga rahmat. 4 tadan oshiq ham yig'ib beribsizlar. Kommentariya ham yaxshi. 8 ta komment yig'ibman, 6 ta like. Oxirgi marta qaraganimda 15 ta view bo'pti, ko'rishlar soni. Mashina olmasam bo'lmas ekan bolalar. Shu 4 tani olib beraman bolalar. Xohlasanglar mana toshdan qo'yib beraman. Ana. Короче, zo'r bo'ldi. Endi divanni o'zimiz joyiga qo'yamiz. Xo'sh, mana ikki qo'yamiz. Zo'r bo'ldi. Yo'q, zo'r bo'lmadi. Xo'sh. Bunday bo'lsa, menga yana bitta qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Endi tevaga chiqib Makka o'tib tashlasa deb ikkita yasab. Qaraki buni qayerga qo'ysam ekan? Qayerga qo'ysam unda? Bittasini Makka qo'yaman. Ana. Mana bo'ldi. Endi bittasini xonamga qo'yaman bolalar. Xo'sh. Endi bolalar. Hozir bakka yana bitta divan kerak, keyin o'zim bilan loy olib kelpam yo'q. Hozir uyga borib loy olib kelamiz, keyin bitta divan ham yasab kelamiz. Xo'sh. Mashdan bitta loy olsak bolalar. Bunday ketyapti. Mana kimga qo'yib beramiz. Ana hammasi zo'r bolalar. Xo'sh, endi buni qo'yib, buni olib, mabodoga buni ham olib, keyin mana yerdan pastidan buni olib, buni bunday qilib qo'yib, xo'sh. Oldik, yasaymiz. Bolalar nima deb o'ylaysizlar? 8 ta like yig'amizmi? Agar yaxshilab podishka qilsalaring yig'amiz bolalar, xudo xolasa. Yig'ib bersalaring men o'zim 3-qismini ham chiqaraman. Bu survival olamini juda ham kuchaytirmoqchiman, har narsasi bog'ilib.
Mana jollida qurganman, mana bu qasrda ham. Prosta videoga olmaganman. Mo'llarni ataga har xil qilib qo'yganman. Mana uni buzilgan qilib qo'yganman ataylab. Onsam chiroyli qilishim mumkin edi. Mana endi bakka quryapman. Xo'sh. Mana bu tayyor. Bu yoqqa nonni solib bo'ldi. Ichiga ashini solib turay, bo'sh turmasin. Endi o'tsak. Bitta obunachim aytgan ekan, gapini yerda qoldirmayman. Jicha kenglashtirmabsiz, ashi fermani kengroq qilmabsiz degan ekan kommentariyada. Birinchi qismni kommentariyasida kirsalaring turgan bo'lish kerak. Ashingga kattaroq qilaman. Yana qanaqa nima qilish kerak? Qayerda kamchilik bo'lyapti? Aytinglar, men o'zim kamchiliklarimni to'g'rilayman. Kamchiliklaringiz sizlar xafa bo'lish yo'q. Faqat kamchilikni to'g'rilash bor. Xo'sh, endi buni ham olib turaman. Endi buzib malla pakkini bekorga oldimmi? Voy, ochib qo'ydimmi? Mayli, hozir yopamiz. Chiqamiz. Bunday qilib. Xo'sh. Mana. O'ylashim bo'yicha ancha yaxshi turibdi. Xo'sh, yaxshimi bolalar, kommentariyaga yozinglar. Yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Yozib ketaveringlar. Xo'sh. Mana. Endi bitta qazib tashlaymiz bolalar. Xo'sh. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Bu mana videoda nechta ko'rishlar soni bo'ladi taxminan sizlar o'ylashlaring bo'yicha. Necha marta ko'rishlar soni bo'ladi 2 kunda. Shuni yozib ketinglar, menga qiziq. Sizlar hozir ishim chiqib qoldi. Ashunga stop qilib videoni o'chirib qo'ydim. Endi hozir mana montajda ulab olaman mashit bilan. Ichkarida ana joyda qazib, jilib qo'ydim. Endi suv quyishim qoldi. Bo'lsam, men hozir videoni davom ettiraman. Hammalaringga uzr bu uchun. Xo'sh, endi suv havosiga quyamiz. Ketdik. Bunday qilsam cheksiz bo'ldimi? Yo'q, cheksiz bo'lmadi. Qayam bittalab toshish kerak ekan. Hozir yo'lini topamiz. Teknologiya. Ko'ryapsizlarmi texnologiyani? Xo'sh. Ana. Yurib ketmoqching o'zing. Mana. Texnologiya.
yerda lekin iloji boricha yoritish kerak. Baş. Hoş. İyi. İyi bile. O yangasi emas. Xo'sh, savol. Nimaga sinib qolaveradi deb qo'yaymi? Sunnatda. Xo'sh. O'zim chiqamiz. Ekin bola. Sizlarga savol, nimaga hali ham like bosmadlaring? Bosib qo'yinglar bola. Lekin ular katta narsa so'ramayapman. Prosta menga yordam bergan bo'ladilaring-da. Men qo'llab-quvvatlashlaring, shu obuna bo'lib, like bosishlaring, komment ham albatta. Endi o'g'lonni ekib chiqamiz. Bu ikkitaga sabzini bunday bosib ekib chiqsak. Mana. Endi buni xo'sh. Endi ikkita buni. Voy. Mana maktab. Mana maktab bo'ldi. Ana do'stlar, ikki hammasi zo'r. Hamma yorug'. Endi bo'ladi. Soplayamiz. Mana bo'ldi. Xo'sh. Endi yana bitta sondiq yasaymiz. Xo'sh, buni. Qanday qilsam ekan? Yaxshi ideya. İyi, oldu tasavvurda. Mana. Oldu. Hammasi joyida, hamma yoqda ancha to'g'rilab qo'ydik. Mana bizni polis ideal chiqdi. Xo'sh, tushganda bitta ikkovi sondiqlar, pechkalar, bitta verstak. Mana yotoqxona ham tayyor. Xo'sh, bo'lmasam bolalar, sizlarga gapim bor. Obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Iltimos qilaman. Agar mashinda agar 8 ta like yig'ib bersalaring, keyingi qismda ana saroyni ham nima qilaveraman, obzor qilaveraman. Uning uchun 10 ta komment kerak. Saroyda obzor qilish uchun 10 ta komment, 8 ta like. Ko'rishlar soni ham yaxshi bo'lishi kerak. Sizlardan kutaman bu narsani. Bilaman, sizlar qo'llaringdan keladi. Bo'lmasa men sizlarga omad tilayman va o'zimga Kriko kanalini kuzatib borishda davom eting. Sizlar bilan Kriko bo'ldi. Прекрасно быть отцом, как это прекрасно быть отцом.